Iltimos, xizmatdan foydalanish uchun balansingizni to'ldiring. Здравствуйте. Усть-Телеком уведомляет, что доступ к услуге домашний интернет приостановлен из-за отсутствия оплаты. Пожалуйста, пополните баланс для восстановления подключения. Yangi joyga ko'chib ketganimizga mana shu oy mayda 8 oy bo'lar ekan. Biz u eski joyda yashamayotganimizga, internetini ishlatmayotganimizga, o'chirib yuboringlar deb aytganimizga 8 oy bo'lyapti. O'z onlayn internetini ular o'zlari telefon qilganda ham aytganmiz. Chunki ular har oy telefon qilib yo'qlaydi. Xudoga shukr. Boshqa tanishlardan ko'ra ko'proq yo'qlaydigan qoldi ular. Har oy aytganmiz. Endi hozir har hafta telefon qilishga o'tibdi. O'tgan hafta qildi, bugun yana qildi. Bu transformatsiya, uchinchi renessans degan narsalar qachon quramiz bu mayda chuyda oddiy bitta abonentni o'chirib yubora olmasanglar. O'lib qutulamiz shekilli sizlardan, ha? U yerda hech kim yashamayapti ham shekilli. 8 oy bo'lyapti-da. O'chirib yuboringlar, biz ketdik deganimizga.